Essential for 1000 words ikinchi kitobining 3 uniti. Arrow o'q yoy. The arrow flew through the air and hit the target. Ya'ni o'q yoy havo bo'ylab uchdi va targetni mo'ljalga tegdi, ya'ni mo'ljalni urdi deyapti. Through degani orqali, air havo. Bu fly ya'ni uchmoq fe'lining ikkinchi shakli. Hit borib urilmoq, target bu maqsad degan ma'nosi ham bor. Bu yerda mo'ljal ma'nosini. Battle urush. The battle lasted for many days. Urush bir necha kunlar davomida davom etdi deyapti. Last davom etmoq, past simple o'tgan oddiy zamon bo'lganligi uchun lasted qo'shilgan. Nimadir ish ma'lum bir muddat davom etsa for bilan ishlatiladi, ya'ni shunday muddat davomida. Masalan, men ingliz tilini 6 oy davomida o'rgandim deydigan bo'lsa, I learned English for 6 months bo'lib ishlatiladi. Bow bu kamon. He went hunting with a bow and arrow. U kamon va o'q yoy bilan baliq ovga bordi deyapti. Went bu go fe'lining o'tgan zamon shakli, go hunting, ya'ni ovga borish. Bu past simple da, went hunting. Brave qo'rqmas, jasur. The brave firefighter saved the girl from the burning building. Jasur o't o'chiruvchi qizni yonayotgan binodan qutqarib qoldi deyapti. Save qutqarmoq, past simple da saved bo'ladi. Burning ya'ni yonayotgan bino. Firefighter degani bu o't o'chiruvchi. Chief boshliq, sardor. The chief led the people through the mountains. Ya'ni sardor, guruh sardori odamlarni tog'lar orqali ya'ni boshqardi. Led olib yurdi. Bu lead ya'ni leader so'zidan kelib chiqqan. Led o'tgan zamon shakli, led bo'ladi. Through degani orqali. Disadvantage bu kamchilik, ya'ni minus tomoni nimanidir. Mike had a disadvantage in the race since he hurt his knee. Ya'ni Mike'da ya'ni minus tomoni, ya'ni disadvantage bor edi poygada, chunki u o'zini tizzasini zararlagan edi. Ya'ni tizzasini zararlaganligi uni poygada, ya'ni disadvantage bo'ldi, ya'ni minus tomoni bo'ldi, uni zarariga ishladi. Hurt degani zararlamoq, since degani chunki ma'nosida ishlatiladi. Had bu have fe'lini o'tgan zamon shakli, ya'ni bor edi. Hozir bo'lsa I have dedi, o'tgan zamonda bo'lsa I had dedi. Chunki have bu noto'g'ri fe'l. Have, had bo'ladi. Enemy bu dushman. The enemy prepared to attack the kingdom. Dushman tayyorlandi qurolliga hujum qilish uchun. To attack degani hujum qilish uchun. Prepare tayyorlamoq, o'tgan zamon shaklida bo'lganligi uchun prepared deyapti. Kingdom degani qurolli. Entrance kirish yo'li, qandaydir binoga yoki hududga kirish yo'li. The gate was locked, so Bill had to find a different entrance. Darvoza qulflangan edi. Lock degani qulflamoq, locked ikkinchi shakli, uchinchi shakli to'g'ri fe'l bo'lgan locked. Bu ham bu yerda passive voice ishlatilgan, ya'ni qulflangan edi. So shuning uchun Bill boshqa kirish yo'lini topishga majbur edi. Had to degani majbur edi o'tgan zamonda. Hozirgi zamonda bo'lsa have to bilan ishlatiladi. Find degani topmoq, different boshqa. Hardly arang, zo'rg'a. I hardly saw the concert since I had to leave early. Men erta jo'nab ketishga majbur bo'lganligim sababli konsertni zo'rg'a tomosha qildim deyapti. See ko'rmoq fe'lini o'tgan zamon shakli saw bo'ladi. Had to ya'ni majbur bo'lish ma'nosida ishlatilgan. Bu yerda ham bor edi. Mana had to majbur bo'lish. Hozirgi zamonda have to bu modal fe'llar bilan birga o'tiladi. Ya'ni must ga o'xshab ketadi. Leave degani jo'nab ketmoq, early ertaroq. Intend bu fe'l, niyat qilmoq. I intend to finish college in 3 years. Men niyat qilaman kollejni 3 yildan keyin tugatishga. Finish degan tugatish. Nimadir qilishga niyat qilish bo'lsa intend to bilan ishlatiladi. Masalan, men chet elda o'qishga niyat qilaman desa I intend to study abroad bo'ladi. Laughter kulgu, shodlik. Susan's joke made her classmates burst into laughter.
Susanning hazili, joke degani hazil, uni sinfdoshlarini birdaniga kulishga majbur qildi deyapti. Make bu o'tgan zamonda kuldirishga, kulishga majbur qildi. Make majbur qilmoq. Burst into laughter degani birdan kulib boshlashga majbur qilibdi. Log g'o'la, ya'ni o'tin, mana bu log dedi. The fire was too small, so we added another log to it. Olov juda kichik edi deyapti. Too degani juda kichik edi. Shuning uchun biz unga boshqa log qo'shdik deyapti. Add degani qo'shmoq, o'tgan zamon bo'lgani uchun added deyapti. Another, ya'ni boshqa log to it qo'shish. Military, armiya. I joined the military after I finished high school. Men armiyaga qo'shildim. Yuqori maktabni tugatgandan keyin deyapti. After finished, past simple. Join qo'shilmoq, to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda joined ishlatilgan. Obey, bo'ysunmoq, itoat qilmoq. My little sister did not obey my mother. Mani singlim onamga bo'ysunmadi. Bu past simple da ishlatilgan. Past simple da did not bilan ishlatiladi. Biz did not obey. U bo'ysungan bo'lsa she obeyed bo'ladi. Bo'ysunmagan bo'lsa didn't obey bo'ladi. Now she is in trouble. Hozir u muammo o'rtasida, u muammoda deyapti. Secure, olmoq, qo'lga kiritmoq. I was able to secure a good grade on my test after weeks of studying. Bir necha hafta o'qiganimdan keyin testimda yaxshi baho qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim deyapti. To be able to, bu qo'lidan kelish, ya'ni shuni qila olish, muvaffaq bo'lish. O'tgan zamon bo'lganligi uchun was able to ishlatilgan. Hozirgi zamonda is are able to ishlatiladi. Bu can o'rniga ishlatilishi mumkin. Great, ya'ni bu yerda baho. Steady, barqaror. The problem was hard, but she remained steady and solved it. Muammo juda qiyin edi, lekin u barqaror bo'lib qoldi va uni hal qildi deyapti. Solve fe'li bu hal qilmoq. Past simple bo'lgani uchun solved ishlatdi. Remain qolmoq, ya'ni steady remain steady degani, ya'ni barqaror bo'lib qolish. Trust bu fe'l, ishonmoq. I trust my friends. Men do'stlarimga ishonaman. They don't tell my secrets to other people. Ular meni sirlarimni boshqa odamlarga aytmaydi deyapti. They don't tell. Bu present simple da ishlatilgan. Negativi they don't tell. Ular aytadi bo'lsa they tell, ular aytmaydi bo'lsa they don't tell bo'lib ishlatiladi. To other, ya'ni boshqa odamlarga aytmaydi. Twist, aylantirib bog'lash, ya'ni chirmashtirib bog'lash biromadirni. She twisted the spaghetti around her fork. U spagettini, ya'ni makaronni vilkasi atrofiga, ya'ni o'radi deyapti. Twisted past simple bo'lganligi uchun. Unless, magan taqdirda, ya'ni if not o'rniga ishlatiladi. Ya'ni conditional bilan ishlatiladi. Agar shunday qilmagan taqdirda unday bo'ladi degan ma'noda. Unless you clean your room, sen xonangni tozalamagan taqdirda you cannot play with your friends. Sen do'stlaring bilan o'ynay olmaysan deyapti. Ya'ni tozalagandan keyingina o'ynaysan. Bu can modal fe'li, negativi cannot bilan ishlatiladi. Weapon qurol-yarog'. Swords have been used as weapons for thousands of years. Ming yillardan beri qilich qurol-yarog' sifatida ishlatilib keladi deyapti. Bu yerda grammatikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu present perfect zamoni, lekin passive voice da ishlatiladi. Ya'ni shu paytgacha ishlatilib kelgan ma'nosida ishlatilgan. Ya'ni bu present perfect ni passive voice, ya'ni ishlatilgan ma'nosini bildiradi. Endi shu yuqoridagi yangi so'zlar qatnashgan tekstni ko'rib chiqamiz. Shu tekstlarni ishlatilishi berilgan bu yerda. Bu qora bilan ishlatilganlari va bundan tashqari ham yangi so'zlarini hammasini tarjima qilib o'zbekchasini aytib ketamiz. Har bir gapni qaysi grammatika, qaysi zamon ekanligini tushuntirib o'tishga harakat qilaman. The Battle of Thermopylae, ya'ni Thermopylae jangi. Bu shunday bir joy, Gretsiyadagi joy, shu nom bilan atalgan.
jang ekan bu. Xuddi bizdagi yana loy jangi degandek. This is a true story. It happened long ago in Greece. Bu ya'ni true degani to'g'ri hikoya, ya'ni bo'lib o'tgan hikoya deyapti. Bu juda ko'p oldin Gretsiyada sodir bo'lgan. Happen degani sodir bo'lmoq. Happen past simple-da sodir bo'lgan deyapti. Long, ya'ni uzoq oldin sodir bo'lgan. We must fight. Biz jang qilishimiz shart. Must bu modal fe'li. Shart ma'nosini bildiradi. Fight degani urushmoq, jang qilmoq. The Spartan chief told his small army of brave men. Ya'ni Spartak boshlig'i, bu o'sha yerdagi bir urushdagi bir tomon boshlig'i aytibdi o'zini jasur erkaklardan tashkil topgan kichkina armiyasiga aytibdi. They were at a great disadvantage. Ular minus tomoni ko'p edi deyapti-da. Endi katta minus tomoni bor edi, chunki there were only 300 of them. Ya'ni faqatgina 300 ta ular faqat 300 ta ekan. Ya'ni shu ularning disadvantage ya'ni minus tomoni ekan. Ya'ni dushmandan ko'ra bular kamroq ekan. Bu yerda grammatikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, zero bor, ya'ni qayerdadir nimadir borligini bildiradi. Bu o'tgan zamon shakli. Ular faqatgina 300 odam edilar deyapti. The Persian military had hundreds of thousands of men. Ya'ni u o'sha dushman tarafi, ikkinchi taraf urushdagi Persian, ya'ni Forslarning armiyasida 100 minglab erkaklar bo'lgan ekan. Bularda esa faqat bu Spartada esa faqat 300 ta ekan. Bu bor bo'lmoq ma'nosida ishlatilgan. Hozir bo'ladigan bo'lsa have yoki has bo'ladi. O'tgan zamonda bo'lgan bo'lsa had ishlatiladi. They were going to lose unless they could secure a small entrance. Agar ular kichkina kirish yo'lini ta'minlamasa, ya'ni kirish yo'lini topmasa, ular yutqazadi deyapti. Bu yerda to be going to strukturasi bor bizda, moqchi strukturasi. Bu o'tgan zamon shakli, ya'ni ular yutqizmoqchi, ya'ni yutqizardi. Lose degani yutqizmoq. Agar ular kichkina bo'lsa ham kirish yo'li topmasa, the enemy couldn't move through it easily. Ya'ni dushman bundan osonlik bilan harakatlana olmas edi deyapti. They intended to stop the enemy here. Ular niyat qilishdi, ya'ni dushmanni shu yerda to'xtatishga, to stop to'xtatishga niyat qildi. Ya'ni bu past simple bo'lganligi uchun intend noto'g'ri fe'l, intended id qo'shilgan. The chief and his men got ready for the battle. Ya'ni boshlig'i va ularni ya'ni erkaklari urush uchun tayyor edilar. Got ready degani tayyor bo'lish, for ya'ni urush uchun. Soon long lines of the enemy's army twisted around the hills. Tez orada ya'ni dushman armiyasi ya'ni qoyalar orasida twisted, ya'ni aylana bo'lib turdi deyapti. Ya'ni juda ko'p bo'lib urushga tayyor bo'lib turgan. The chief met the enemy with laughter. Ya'ni bu yerdagi uni boshlig'i dushmanni kulgu bilan kutib oldi deyapti. Bu meet o'tgan zamon shakli met bo'ladi. He knew that his men's weapons and skills were better. U bildi, ya'ni nowni o'tgan zamon shakli knew, u bilaradi. Ya'ni uning qo'shinlarini quroli va qobiliyatlari yaxshiroq edi. Better degani yaxshiroq, skill degani qobiliyatlari. The Spartans trusted their leader and obeyed him. Sparta qo'shinlari ular o'zini lideriga ishondi va bo'ysundi deyapti. Obeyed va trusted, ya'ni ishondi past simple da bo'lganligi uchun bular ham id qo'shilgan. First, the enemy soldiers shot arrows from their bows. Birinchi bo'lib dushman askarlari o'zlarini kamonlaridan o'q uzdi deyapti. Shot degani otmoq, u o'q uzibdi. Soldier bu yerda askar. The chief told his men to lift their shields. Va ularning boshlig'i aytibdi, u askarlariga
shields degani bu qalqonlarini ko'tarishni, to lift degani ko'tarmoq, qalqonlarini ko'tarishni buyuribdi. The arrows stuck into the shields but did not hurt any of the men. Ya'ni o'q yoylar qalqonlarga kelib urilibdi, lekin hech qaysi erkakni, qo'shinda hech qaysi erkakni jarohatlamabdi. Hurt degan jarohatlamoq. Past simple bo'lganligi uchun did not hurt bo'lib ishlatilgan. Then the enemy's soldiers attacked the Spartans with long spears. Undan keyin dushmanni askarlari Spartanlara hujum qilishibdi, ya'ni uzun kamonlar bilan, uzun nayzalar bilan hujum qilishibdi. Spear degan nayza. The chef surprised them. Va boshlig'i ularni hayron qoldiribdi. Surprise degani hayron qoldirish. His troops rolled logs down on the enemy. Uni troop degani bu yerda askarlari, qo'shinlari, ularning qo'shinlari dushmanni oldiga log, ya'ni xoda g'olalarni aylantirib tashabdi. Roll degan tashamoq. They fought for 3 days. Ular 3 kun davomida urushibdi. Bu fight noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamon shakli fought bo'ladi. Though they hardly slept at all, the chef and his men remained steady. Though degani ga qaramasdan degani. Ular hardly zo'rg'a uxlab, ya'ni uxla olmaganligiga qaramasdan ular, ya'ni boshlig'i va uni askarlari barqaror qoldi deyapti. But the enemy found a way to beat the Spartans. Lekin dushman yo'lini topdi Spartanlarni mag'lub qilishni. Beat degani mag'lub qilish. Found bu find, ya'ni topmoqni o'tgan zamon shakli. Find a way, yo'lni topdi. The chef and all of his men were killed. Boshlig'i va hamma qo'shindagi erkaklar o'ldirilibdi. Mana shu yerda ham to be a passive voice ishlatilgan. Were killed, o'ldirildi. Even though they lost, ular yutqizganiga qaramasdan, even though degan ham ga qaramasdan degani, qaramasdan, the Battle of Thermopylae is one of the most famous battles in history. Ular yutqizganiga qaramasdan, mana shu Thermopylae jangi dunyodagi eng mashhur janglardan birisi ekan, ya'ni tarixdagi eng mashhur janglardan birisi ekan. History degani tarix, famous degani bu yerda mashhur ma'nosini bildiradi.